31 milyon 3 aylık 4 aylık simental nerede yaptıslam bunday narxı? Qayerda var bunday narx? Xorazmdan boshqa. Men sizlarga o'ta chiroyli variantda 550 kilogramdan 580 kilogramgacha bo'lgan buqani diqqat bilan eshitinglar. 550 dan 580 gacha живой вес. Mana avstralskiy simental edi. Yatibdi maşallah. Demal yeyishini qaranglar buni. Уже maydalab berib boshladik, ratsionni уже почти tuzib boshladik yine. Xudo xolasa buni abdini tema qilamiz. Yine 1 2 dana. 550 570 oralig'i ikkisi. Mesni buqani dahshati. Bomba bo'yinlarini qaranglar. Moshni buqa. Bom mesni buqa yine maşallah. Yine. Bom mesni buqa. Korpuslar yine. Bo'yinni qaranglar bo'yinni. Bu Shvedga mesni chiqadi yine. Maşallah. Уже bom yine. Ajoyib ratsionda bom. Moshni ratsionda. Simental 1 yashar. 300 dan oshiq живой веси. Mesni Galштейнga bitta yana bir avstralskiy simental. Samay bahaybati o'ta eng kattasi yine. Yine yotibdi. Maşallah. Maşallah, maşallah. Yo'rini qarang, yo'rini. Oltinan. Buqa narxlarimiz, mesni buqalar boshlanishi 28 milliondan ta eng katta avstralskiy simental 750 kilogramm 55 million deb turibmiz. 55 million. Ozgina kami bor. Ya'ni xayrna qaytib beriladi. Lekin bizlar bozordan o'ta arzon narx qo'yib turibmiz. Taraziga hisob kitob qilsam ham bo'laveradi. 750 kilogrammni. Birini 55 millionni 750 ga qancha chiqadi ekan taroziga?